Bir kambag'al faqir kishining boshiga og'ir tashvish tushdi. Qarzlari ko'payib 500 dinorga yetdi. Ularni to'lashga qurbi yetmasdi. Boshqa tomondan qarz berganlar pullarni tinmay talab qila boshladilar. Nochor qolgan kishi boy savdogarning huzuriga borib, 500 dinorni ma'lum muddatda qaytarish sharti bilan qarz havola qildi va qarzlarini to'ladi. Kun-u tun bir-birini quvlab o'ta boshladi. Ahvol esa yomonlashgandan yomonlashdi. Kelishilgan muddat yetib keldi. Savdogar pulini so'rab keldi. Bechora faqir esa to'lashga bir dirhami ham yo'qligini aytdi. Savdogar qoziga arz qildi. Qozi kambag'alni to qarzini to'lamaguncha zindonga tashlashga hukm qildi. Kambag'al kishi qoziga: "Hazrat, ertagacha menga izn bering. Uyimga borib ayolimga aytay. Oilamdagilarni xotirjam qilib kelay, toki mendan tashvishlanmasinlar", dedi. Qozi esa: "Ertaga qaytib kelishingga kim kafil bo'ladi?" Kambag'al javob berdi: "Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni kafil qilaman. Guvoh bo'lingki, agar ertaga qaytib kelmasam, dunyo va oxiratda Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ummatlari emasman." Qozi ham solih kishi edi. Faqirdan bu kafillikni qabul qilib, uni uyiga borib kelishiga izn berdi. Kishi uyga kelgach, ayoliga vaziyatni tushuntirdi. Soliha oqila ayoli esa: "Nabiy sallallohu alayhi vasallamni qozi huzurida kafil qilib kelibsiz. Keling endi u zot sallallohu alayhi vasallamga salovat aytamiz. Shoyat Alloh aytgan salovatlarimiz barakasidan g'am-g'ussalarimizni aritsa." Shunday qilib xotin o'tirib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga salovat ayta boshladilar. Hatto uyqu g'olib kelib, uxlab qoldilar. Kambag'al kishi tushida Nabiy sallallohu alayhi vasallamni ko'rdi. U zot aytdilarki: "Tong otgach vali huzuriga bor. Unga mening salomimni yetkaz va aytginki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qarzlarimni to'lab berishingizni talab qildilar. Agar gaping rostligiga isbot talab qilsa, unga 2 alomatni ayt. Birinchisi, vali har kecha